Bilasizmi, YouTube'da maqsad qo'yish bo'yicha minglagan video kontentlar bor va ularning aksariyati deyarli ish bermaydigan psixologik, motivatsion va turli qisqartma harfli filtrlardan iborat. Faqat maqsad qo'yish haqida emas, maqsad qo'yib nega erisha olmayotganimizning nevrobiologik sabablarini va shuningdek, miyamizda aynan qaysi mexanizm ishga tushganda biz harakatni boshlaymiz, aynan shu vaqtda gaplashamiz. Ya'ni 15% xato qilish o'rganishning eng optimal usuli bo'lib, agar xatolaringiz 0% bo'lsa, siz o'rganmayotganingizni bildiradi. Neyron zanjiri haqida hali tanishmadingiz. Hozir u vaqtda tanishtirib o'taman. Siz istalgan vazifani har qanaqa hiylalar miyamiz hiyla qilsa ham ularga bardosh bera oladigan formulani o'rganasiz. O'rganishga taalluqli bo'lgan tasblar, maqsadlar ko'payib ketib qolmasin. Agar ular ko'payadigan bo'lsa, sizga juda ham katta yuklama bo'ladi va yana o'sha maqsadlaringizni 50% ga erishadigan odamlar qatoriga qo'shilib qolasiz. Bizning miyamizning og'irligi butun tana massamizni bor yo'g'i 2% ni tashkil qiladi. Ko'pchiligimiz xato qilsak xafa bo'lamiz. Aslida xato qilish o'rganishni boshlang'ich qadami ekan. Assalomu alaykum azizlar. Sarchashma loyihasining 5-soniga xush kelibsiz. Bugun siz hayotingizdagi eng muhim savollardan biriga javob topasiz. Nega biz o'z holimizcha yashamaymiz? Nega biz oldimizga katta maqsadlarni qo'yamiz va ularni oxirigacha olib bora olmaymiz? Siz ham 2025-yil boshida oldingizga katta maqsadlarni qo'ygansiz. Lekin bu maqsadlarni bajarib oxirigacha yetib kelganlar soni nechta? Bilasizmi, YouTube'da maqsad qo'yish bo'yicha minglagan video kontentlar bor va ularning aksariyati deyarli ish bermaydigan psixologik, motivatsion va turli qisqartma harfli filtrlardan iborat. Keling, tanib olishingiz uchun ba'zilarini aytib o'taman. Dastlab ABC chiqdi, undan keyin Smart metodi, undan keyin Smarter, undan keyin Smart Live kabi metodlar chiqdi. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi metodlar maqsad qo'yishingizga qandaydir yordam berishi mumkin, lekin maqsadlarni amalga oshirishga deyarli yordam bermaydi. Bugun biz umuman boshqa yo'ldan boramiz. Ya'ni faqat maqsad qo'yish haqida emas, maqsad qo'yib nega erisha olmayotganimizning nevrobiologik sabablarini va shuningdek, miyamizda aynan qaysi mexanizm ishga tushganda biz harakatni boshlaymiz, aynan shu vaqtda gaplashamiz. Mavzuga kirishdan avval sizga muhim bir sirni aytmoqchiman. Ko'pchilik o'ylagani kabi, maqsadlarimizga javob beradigan miyamizda yuzlagan, minglagan neyron tizimlar mavjud emas. Sizning maqsadingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, unga javob beradigan bor yo'g'i bitta asosiy neyron zanjiri bor. Maqsad qo'yish ham, unga qarab yurish ham, ba'zan chalg'ib, zerikib uni tashlab yuborish ham aynan mana shu asosiy neyron zanjiriga bog'liq. Bu neyron zanjirining funksiyasini o'rganar ekansiz, sizning ichingizda to'xtatib turgan bloklarni barchasini tanib olishingiz imkoniyati bo'ladi. Bugun men sizga shunchaki nazariya aytib bermayman. Men 2025-yil oldimga qo'ygan maqsadlarimni qanday qilib 87% ni muvaffaqiyatli bajarganimni ilmiy dalillar va mexanizmlar bilan ko'rsatib beraman. 2026-yilingizni eng ongli, eng samarali yilga aylantirishni xohlasangiz, ekran qarshisiga yaqinroq keling, biz boshladik. Maqsad qo'yish bizga nima uchun kerak? Bizning eng qimmatli resursimiz bu vaqt. Qizig'i shundaki, agar siz oldingizga maqsad qo'ymasangiz ham, kuningiz nimadirlar bilan to'ladi. Ishlar topiladi, majburiyatlar chiqadi. Lekin bu ishlarning hech biri sizni oldinga olib bormaydi. Ular shunchaki sizni vaqtingizni egallaydi, xolos. Tasavvur qiling, siz mashinadasiz, lekin qayerga borayotganingiz noma'lum. Shunda svetoforni yashil chirog'i qaysi tomonga yonsa, siz o'sha tomonga burilib ketaverasiz. Natijada shahar ichida aylanib yuraverasiz, lekin hech qachon manzilingizga yetib bora olmaysiz. Sababi oddiy, manzil aniq emas. Maqsadi bor odam umuman boshqacha harakat qiladi. Qiynaladi, charchaydi, tirbandliklarda qoladi, qizil chiroqda uzoq vaqt kutishiga to'g'ri keladi. Lekin kechiksa ham manziliga albatta yetib boradi. Ko'pchiligimiz buni yaxshi tushunamiz. Maqsad qo'yish muhim ekanligini yaxshi bilamiz, lekin muammo umuman boshqa joyda. Har yili maqsad qo'yaverib, maqsadiga erisha olmayotgan odamlarning hafsalasi pir bo'lgan. Ko'pchilik yoshlar menga aytadi: "Endi maqsad qo'ymayman, chunki har yili qo'ygan maqsadlarimni 5% ga ham erisha olmayapman" deyshadi. Shu joyda to'xtab sizga bir narsani tushuntirmoqchiman. Muammo sizni irodangizda emas, muammo sizni intizomingizda ham emas. Muammo miyamiz maqsad qo'yayotganda aynan qanday mexanizm ishlayotganini bilmayotganimizdadir. Bugun men sizga o'z hayotimdan misol keltirib o'taman. 2025-yilda o'z oldimga qo'ygan maqsadlarimni na iroda kuchi, na majburiylik, na intizom, bularsiz faqat miyani ishlash mexanizmi, formulasini yaxshi tushunganim uchun ularning katta qismiga oson erishganligimni bitta tushuntirib beraman. Keling endi 2025-yil sarhisobiga o'tsak.
Men 2025-yilni sport yili deb nomladim va unda berilgan vazifalarni qariyb 87% ni muvaffaqiyatli bajardim. Bularni tahlilga o'tishdan oldin sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Haqqimga duo qilib, izohlarda mashalloh deb yozib ketishingizni istagan bo'lardim. Sababi bularni natijalarni hammasi Alloh taoloning fazli bilan bo'ldi. Keling, ko'rib chiqamiz. Xo'p, men 2025-yilda 5 ta jabhada o'zimga maqsad qo'yib olgan edim. Ulardan birinchisi albatta sport edi. Sportda men triatlon bilan shug'ullanishni reja qilganman va aynan shunday natijalarni sizga ko'rsatib bermoqchi edim. Bilasizmi, 2024-yildan 25 ga o'tayotganda men sport bo'yicha maqsadlarni oldimga qo'yar ekanman, juda ham katta qo'rquv bo'lgan. Sababi 2024-yil Buxoroda Buxoro Nights marafonida yugurgan paytimda oyog'imda juda ham katta jarohat olgandim. Bor yo'g'i 10 kilometr yugurganman. Lekin jarohat sababli undan keyin bor yo'g'i 500 metr ham yugura olmaydigan bo'lib qoldim va shunda o'zimga o'zim aytgan edim. Yoshing kattalashdi, qariding, balki sport senga emasdir deganman. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan oldimga juda ham katta maqsadni, Iron Man bo'lish maqsadini qo'ydim va bu sari harakat qilishni boshladim. Keling, nimalarga erishganimni qadam-ba-qadam ko'rsataman. Avvalo yugurishdan boshlamadim, qo'rquvim borligi sababli suzishdan boshladim va yanvar oyida boshlagan suzishimni 13-yanvarga kelib, birinchi 1 kilometrlik masofani bosib o'tdim bassenda. Endi oradan vaqt o'tib suzishni davom etdim va Qirg'iziston Issiqko'lda ochiq suvda 2 kilometrlik masofani bosib o'tdim. Undan keyin kunlar qiziganda O'zbekistonda Charvoq men musobaqasi bo'ldi va bunda men 8-iyunda 4 kilometrlik masofa Charvoqni suzib o'tib, suzib qaytib kelish masofasini to'liqligicha bosib o'tdim. Undan keyin Qozog'istonda Oshim men musobaqasida 5 kilometrlik masofani suzib o'tdim. Bilasizmi? Bu raqamlar menga avval juda ham hayratlanarli edi. Agar miyamni ishlash mexanizmini formulasini bilmaganimda, bularni hech biriga erisha olmagan bo'lardim. Albatta Alloh taoloning fazli bilan bo'ldi. Endi yugurishga qarang. Yugurishni boshlayotgan vaqtimda juda ham katta qo'rquv bor edi. Men ustozni, murabbiyimni maslahatlari bilan oyog'imdagi travma hammasi jarohatlar asta-sekin bartaraf qilindi va 26-yanvarda hayotimdagi birinchi 15 kilometr masofani bosib o'tganman. Bu joyda o'z yugurganlarim juda ham ko'p, eng o'zimni rekordimni yangilaganlarimni ko'rsatib o'tganman. Undan keyin 42 kilometr yugurdim aprel oyida Toshkent marafonida va undan keyin tog'da 21 kilometr 2 marta yugurganman, Bo'stonliqda va Zominda. Undan keyin Samarqand marafonida qatnashdim. 2 marta 42 kilometr, 2 marta 21 kilometrlik masofalarni bosib o'tganman. O'zim mustaqil shug'ullanganimda ba'zi paytlarda 30-35 kilometr yugurgan paytim ham bo'lgan. Endi velosiped ham juda ham muhim edi. Velosipedni boshlaganman va o'zimga nisbatan eng hayratlanarli natija birinchi marta iyun oyida bo'lgan Toshkentda 100 kilometr masofani bitta velosipedga o'tirishda bosib o'tganman. Undan keyin 180 kilometr masofani bosib o'tdim. Undan keyin esa Chimyonni cho'qqisigacha 90 kilometr masofani bosib, to'xtamasdan velosipedda chiqishimga to'g'ri kelgan. Bularni bosib o'tar ekanman, hammasi qadam-ba-qadam reja asosida ketayotgan edi. Undan keyin triatlon musobaqalari boshlandi. Birinchi triatlon musobaqam, ya'ni uchala sportni bir vaqtda bajarib, avval suzish, keyin velosiped, keyin yugurish, buni bir vaqtda qilganim birinchi marta O'zbekiston triatlon ochiq chempionatida qatnashganman va bunda 1,5 kilometr suzganman, 38 kilometr velosiped va undan chiqib 11 kilometr yugurish amaliyoti bajarilgan. Va bundan keyin esa Samarqand Challenge'da taxminan yarim Ironman masofa va oxirida oktyabr oyida Barselonada bo'lib o'tadigan Ironman musobaqasi yozilgan edi. Bunda to'liq Ironman masofa 226 kilometr masofani bosib o'tishingiz kerak. Bizga viza chiqmaganligi sababli maqsaddan orqaga qaytmay deb Toshkentning o'zida xuddi shu masofani bosib o'tganmiz. Chorvoqni suzganmiz. O'sha Toshkent viloyatida bu velosiped masofasini va yugurish masofalarini to'liqligicha jamoamiz bilan bosib o'tganmiz. Bu natijalarni ko'rgan shogirdlarim, atrofimdagilar aytadiki, sizga osondir, sizni qiladigan ishingiz kamroq, shu sababli ishlaringizni bemalol chetga surib, sport bilan bemalol shug'ullanasiz deyishadi. Aslida men oldimga juda ham ko'p maqsadlarni qo'yganman. Sportdan tashqari ish va boshqa oila, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy loyihalar bo'yicha ham maqsadlarni qo'ygandim. Ularga qanaqa erishganimni qadam-ba-qadam ko'rsatib beraman. E'tibor qiling, ish bo'yicha juda ham katta ishlar qilindi, lekin shulardan eng muhimlarini sanab o'taman. Avvalo, biz 2025-yil oxirida birinchi bitiruvchilarimiz maktabni bitirishdi va ularning 100% aksariyati muddatdan oldin talaba bo'ldi. Buni nega aytayman? Chunki bu mas'uliyat aynan meni zimmamda edi va buni alhamdulillah uddalaganmiz. Undan keyin sentyabr oyida maktabimizning ikkinchi filialini ochdik. Bilasizmi?
Ko'pchilik aytadi, buni aytgan vaqtimda, o'zi bitta filialni ochish 1 yillik ish. Haqiqatan ham shunday. Aslida bunga ham ulgurdik, sportga ham ulgurdik. Undan tashqari biz yaqinda dekabr oyida o'qituvchilarni yetishtirib chiqaradigan va ularni xalqaro darajadagi top mutaxassisga aylantiradigan murabbiy akademiyasiga asos soldik. Va men o'zim kutmagandim, 2026 yoki 27-yilga reja qilgan edim, lekin Alloh taolo 2025-yilda bizga nasib qildi. Ilmiy tadqiqot institutiga asos soldik. Ya'ni Qanot Research ilmiy tadqiqot institutiga asos soldik. Bu institutda ko'plab olimlar ishlaydi, katta kashfiyotlar qiladi. Har bu haqda aytib o'taman. Bundan tashqari oila bo'yicha ham oldimga maqsad qo'ygan edim. Endi ko'pchiligi sir bo'lganligi uchun hammasini ochiqlamayman, lekin umumiy ma'lumotlarni aytib o'taman. 2024-yilga nisbatan oilamga juda ham ko'proq vaqt ajratishni boshladim. Oilaviy sport mashg'ulotlarini yo'lga qo'yganmiz. Ota-onam, farzandlarim, ayolim hamma sport bilan shug'ullanishni boshlashdi va bundan tashqari bir necha bor oilaviy safarlar uyushtirdik va oilaviy tadbirlarimiz soni keskin oshdi. Xo'p, shaxsiy rivojlanish bo'yicha buni ham hammasini aytib bo'lmaydi, ba'zilarini tezda aytib o'taman. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha 1 yil davomida bor yo'g'i 27 tagina kitob o'qidim va 10 tagina o'sha audio kitoblarni eshitishimga to'g'ri keldi. Umumiy 37 ta kitob bo'lar ekan va o'zimda 3 ta yangi odatlarni shakllantirdim va mavhum bo'lgan ba'zi ishlar bilan shug'ullanganman. Bularni ayta olmasam kerak. Ijtimoiy loyihalar. Ijtimoiy loyihalardan siz bilgan 2025-yilda o'zim uzoq vaqt orzu qilgan Sarchashma loyihasiga asos solindi va bu boshlandi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Sarchashma loyihasini hozirgacha 4 ta soni chiqqan. Bugun siz 5-sonini tomosha qilmoqdasiz. Aynan mana shu Sarchashma loyihasi mana umumiy yillik rejalarimni foizi kamroq chiqishiga, 90% dan kam 87% bo'lishiga sabab bo'lgan. Sababi bu Sarchashma loyihasidan taxminan 8 yoki 9 ta son chiqaraman deb reja qilgan edim, lekin nasib qilmadi. Shunga qadrdonlar, faolroq bo'ling. Bizni agar haqiqatan mavzular foydali bo'layotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlang. Mavzularni, bu kabi podkastlarni do'stlaringizga ham ulashing. Bundan tashqari Telegram kanalimda kim meni kuzatsa xabari bor biladi. Dopamin detox bo'yicha 49 kunlik ijtimoiy loyiha sifatida challenge tashkil qilgandik va juda ham ko'pchilik, 500 dan ortiqroq odam qatnashib, ular telefonga nisbatan qaramlik va boshqa qaramliklardan ko'pchiligi qutulishgan edi. Xo'p, muhim ma'lumotni aytaman. Mana shu oldimga qo'ygan maqsadlarimni hammasini men tracker bo'yicha kuzatib borardim va trackerdagi natijalarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, 1 yil davomida 4000 dan oshiq tasklarni, vazifalarni bajarib, completed qilganman. Ularni tugatganman. Xo'p, bular maqtanish uchun, faxr uchun emas, siz ham bunday ishlarni qila olishim mumkin degan hissiyot sizda uyg'onish uchun bu ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Xo'sh, bu ishlar qanday amalga oshirildi? Ilmiy ma'lumotlarga qaraganda, siz qanday orzu, maqsad qilishingizdan qat'iy nazar butun dunyo tan oladigan katta korporatsiya qurasizmi yoki shunchaki ingliz tili o'rganasizmi yoki hunar o'rganasizmi? Farqi yo'q, bu maqsadlaringizni amalga oshiradigan yagona neyron zanjir mavjud. Bu neyron zanjirni yaxshi tushuna olishingiz uchun sizni biroz tayyorlab olishim kerak bo'ladi. Bilasizmi, biz maqsadimizga erishish uchun qanday vazifalarni bajaramiz o'zi aslida? Keling sizga tushuntirib o'taman. Bizni maqsadimiz strategik maqsadlar yoki vazifalar deb ataladi. Har qanday strategik maqsad taktik maqsadlardan, vazifalardan tashkil topishi kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, Iron Man bo'lmoqchiman va bu juda ham katta strategik maqsad va buni miya tanimaydi va bunga maqsadingizga olib borishga hech qanaqa yo'l sizga ko'rsatmaydi. Uni maydalab, kichik qadamlar, taktik maqsadlarga aylantirishimiz kerak. Taktik maqsadlar kunlik, haftalik yoki oylik bajaradigan vazifalaringiz bo'ladi. Masalan, suzishga borish, yugurishni o'rganish yoki velosipedda uchish va hokazo. Taktik maqsadlarni o'ylaymanki, yaxshi tushundingiz. Endi aynan mana shu taktik maqsadlarni miyamiz yaxshi tanirkan, u bizga hiyla qilganda, uni tashlab ketayotganimizda qanday qilib miyamizni to'g'ri nastroyga qilib tuzatib olishni ko'rsatib beraman. Buning uchun taktik maqsadlarning turlari o'zi qanday bo'lishi mumkin, shuni bir tanib olsak yaxshi bo'ladi. Taktik maqsadlarning aksariyati bor yo'g'i 3 xil toifada bo'ladi. O'rganadigan vazifalarimiz bor yoki doimiy takrorlaydigan vazifalarimiz va shuningdek ko'rib turganingizdek vaqtda belgilangan aniq taktik vazifalar bo'ladi. Deyarli buni har kun bajarasiz. Keling, bularning har biriga qisman to'xtalib o'taman. O'rganish. Bu sizga tushunarli bo'lsa kerak. Masalan, ingliz tilini o'rganyapsizmi yoki oldingizga qo'ygan vazifani tahlil qilyapsizmi? Bu vazifa ham o'rganish yoki miyani ishlatishga bog'liq bo'lgan vazifalar hammasi o'rganish toifasidagi taktik vazifalarga kiradi. Takrorlash esa
Masalan, Ironman uchun shug'ullanyapsiz, har kun takroriy ravishda vitamin iste'mol qilishingiz kerak. Mana shu takroriy vazifa yoki o'rgangan narsalaringizni takrorlash ham shu toifaga kiradi. Vaqti belgilangan vazifalar nima? Bu toifa vazifalarning ichidagi eng osoni ham vaqti belgilangan vazifalardir. Nima uchun? Masalan, deylik sizga sodda qilib tushuntirib beraman. Siz 2025-yilda juda ham odamovi bo'lib ketdim, qarindoshlarim bilan hech aloqa qilmay qo'ydim. 2026-yilda hammasi bilan munosabatlarni yaxshilayman, tez-tez xabar olib turaman dedingiz, o'zingizga maqsad qo'ydingiz. Endi bu juda ham oson vazifa. Siz kalendarga paloncha sanada paloncha qarindoshimdan xabar olaman, palonchasida palonchadan deb belgilab chiqasiz, shunchaki vaqtini belgilab qo'yasiz. Va bu juda ham oson vazifa bo'ladi. Bu taktik vazifalarning ichida eng qiyini o'rganishga taalluqli bo'lgan vazifalardir. Aynan mana shu vazifalar bizni maqsadlarimiz orasida ko'payib ketganligi uchun ham biz yil boshida ozgina harakat qilib, vazifalarni hammasini to'xtatib, yana o'zimizni kunlik taktik ishlarimiz bilan ovora bo'lib ketamiz. Shu sababli ham o'rganishni yaxshi tushuna olishimiz kerak. Buni ilmiy asoslarni sal tasavvur qilganimizdan so'ng sizga bitta asosiy neyron zanjirini to'liqligicha tushuntirib beraman. O'rganish jarayonining ilmiy asoslarini tushunar ekansiz, siz nafaqat maqsadlaringizga erishishni boshlaysiz, balki istalgan narsani oson o'rganadigan bo'lib qolasiz. Keling, o'rganish vaqtida miyamizda nimalar sodir bo'ladi? Shu vaqtda gaplashsak. Bilasizmi? O'rganish vaqtida sodda qilib tushuntiray, birinchi muhim qoidani tushuna oling. Bizning miyamizning og'irligi butun tana massamizni bor yo'g'i 2% ni tashkil qiladi. Lekin tanamizga sarflanadigan energiyaning 20% ni sarflaydi. Shu sababli ham miya ko'p energiya sarflamaslik uchun ko'p harakatlarni amalga oshiradi. Doimiy ravishda optimizatsiya qilishga harakat qiladi. Bu ham Alloh taoloning mo'jizasidir. Aynan mana shu qoida sababli ham biz hamma narsani oson o'rganamiz. Kerak nima demoqchiman? Miya 20% energiyani sarflar ekan, 21% bo'lib ketmasligi uchun, 25 bo'lib ketmasligi uchun doimiy ravishda energiya sarfini kamaytirishga harakat qiladi. Endi o'rganish qachon boshlanadi? Qarang. Siz shunchaki tinch o'tirgan holatingizda miyangiz normal holatda bo'ladi, 20% atrofida energiya sarflayotgan bo'ladi. Lekin siz ko'zingiz bilan nimadir ko'rdingizmi yoki quloqingiz bilan eshitdingizmi yoki ushlab ko'rdingizmi, bu input deyiladi. Ma'lumotlar oqimi miyangizga yetib keladi. Miyangizga yetib kelgan vaqtda o'sha yetib kelgan ma'lumotni miyangizdagi eski ma'lumot bilan solishtiradi miya. Agar farqli chiqib qolsa, miyada muvozanat buzilib ketib qoladi. Bu to'g'rimi? Bunisi to'g'rimi degan muvozanat buziladi. Mana shu miya uchun eng xatarli, xavfli holat hisoblanadi. Nega? Muvozanat buzilib ketib qoldi. O'sha paytda miyamiz 20% emas, 25%, 35% energiya sarflashni boshlaydi. Va shu sababli ham tezroq muvozanatga keltirishga harakat qiladi. Muvozanatga keltirish uchun eskisi to'g'rimidi, yangisi to'g'rimi degan jarayonni muhokama qilib, o'sha jarayonda o'rganish boshlanib ketib qoladi. Tushunyapsizmi? Miya o'z-o'zidan o'rganadi. Siz iroda kuchini sarflashingiz, o'zingizni majburlashingiz, intizom qilishingiz shart emas. O'z-o'zidan o'rganish jarayoni sodir bo'ladi. Va vaqti keladiki, qaysi to'g'riligini bilib, miya neyronlar tizimini o'zgartirib, bir to'xtamga keladi. Sodda qilib bir misol ko'rinishida tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, sizni uyingizda stol tennisini koptokchasi bor va hayotingiz davomida boshqa hech qanday koptokchani ko'rmagansiz. Siz o'ylaysizki, koptokchalarning hammasi usti silliq va kichik bo'ladi deb o'ylaysiz. Men sizni oldingizga keldimda, haqiqiy katta tennis koptogini olib keldim. Buni usti yumshoq, g'adir-budir bo'ladi desangiz. Shuni ko'rsatgan edim. Ko'rishingiz bilan o'zingiz bilmaysiz, miyangizda juda ham katta analizlar boshlanishni boshlaydi. Nega? Koptok silliq bo'lmasmidi, kichik bo'lmasmidi, tekis bo'lmasmidi degan shubhalar boshlanadi. Demak, koptokni yangisini ko'rib qolganda solishtirish boshlandi, miyada muvozanat buzildi. O'sha paytda miya bir to'xtamga keladi. Ha, demak, koptokning boshqa turlari ham bor ekan deydigan xulosaga keladi va yangi bilim hosil qiladi, o'rganadi. Shu vaqtda miya plastiklik xususiyatiga ko'ra o'zini holatini boshqa holatga o'zgartiradi. Xulosa nima? Xulosa, miya o'rganish jarayonida har doim o'zgaradi. O'zgarmasa, o'rganish jarayoni amalga oshmayotgan bo'ladi. Xo'sh, nima uchun o'zgaradi desangiz, o'sha g'adir-budur koptokni yana bir marta ko'rganda, yana miyadagi muvozanat buzilib ketishini xohlamaydi. Yana energiya taqchilligi kelib qolmasligi uchun o'shani yaxshilab tushunib o'rganib oladi. Demak, o'rganish xato qilgan paytda bo'lar ekan. Ya'ni nimadirni bilmay qolsangiz, o'rganish jarayoni amalga oshar ekan. Ko'pchiligimiz xato qilsak xafa bo'lamiz. Aslida xato qilish o'rganishni boshlang'ich qadami ekan. Endi muhim ikkinchi, uchinchi ma'lumotlarni aytaman, qarang. Bir ma'lumot miyangizga keldi va miya eskisi bilan solishtirib ko'rdi. Qarasa bir xil ekan. U ma'lumotni kesadi, o'rganib ham o'tirmaydi, muvozanatni buzmaydi ham.
yoki yana bir ma'lumot keldi. U ma'lumot shunaqa murakkabki, eski bazamizdagi ma'lumot bilan solishtirganda tubdan farq qildi. Uni tahlil qilish uchun juda ham ko'p energiya kerak. Bunday holatda ham miyamiz uni kesadi va uni tahlil qilib o'tirmaydi. Agar siz o'rganish jarayoni mohiyatini yaxshi tushungan bo'lsangiz, hozir sizga bir ajoyib qoidani aytaman. Bu meni hayotimni tubdan o'zgartirgan. Yaqinda 2019-yilda Robert Wilson degan olim bir maqola e'lon qildi va butun dunyoga shov-shuv bo'ldi. Unda shunday yoziladi: o'rganishning optimal 85% foydasi. Bu nima degani? Biz o'rganayotganimizda eng optimal o'rganish usuli bu 85% to'g'ri, 15% xato qilishdir. Ya'ni biz xato qilmasak hech qachon o'rganmaymiz. Lekin xatolarimizni miqdori 15% dan oshmasligi kerak. Bu juda ham katta ilmiy asoslarga ega bo'lgan maqola bo'lib, juda ham ko'p tajribalar o'tkazilgan, integral differensial hisoblar bilan hisoblangan taxminan 30 betli atrofidagi katta maqoladir. Buni o'qiganimda men o'zimni juda ham ko'p xatolarimni tushunib yetganman. Ya'ni 15% xato qilish o'rganishning eng optimal usuli bo'lib, agar xatolaringiz 0% bo'lsa, siz o'rganmayotganingizni bildiradi. Ya'ni miyangiz energiya sarflab, muvozanatni buzib o'tirmaydi. O'rganish jarayoni sodir bo'lmaydi, shunchaki takrorlashga o'xshab qoladi. Agar bu xatolarni foizi 40% gacha bo'lsa ham yaxshi, lekin 50% dan oshib ketadigan bo'lsa, hattoki irodangiz kuchli bo'lsa ham buni bajarishga juda ham qiynalasiz. Ya'ni miyada muvozanat keskin buziladi, siz uni majburlab ushlab turishingiz kerak bo'ladi va bunaqa holatni uzoq vaqtgacha olib bora olmaysiz. Bilasizmi, men shu vaqtgacha nega oldimga qo'ygan maqsadlarimga erisha olmayotganimni aynan sababini shunda ko'rishni boshlaganman. Nima demoqchiman? Shaxsan o'zim juda ham qiyin fanlarni boshqalarga nisbatan yaxshi o'zlashtirganman. Kimyoni, oliy matematikani va o'zim aytardim. Shunday qiyin fanlarni o'zlashtirding, demak istalgan narsani eplay olasan. Shu sababli ham ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lib, self study qilib o'rganmoqchi bo'lib, oldimga maqsad qo'yganimda hamma 20 tadan so'z yodlashni reja qilsa, men 200 talab yodlashni reja qilardim. Lekin bilmasdimki, bunday kuchli qoida va maqola borligi. 200 talab so'zni reja qilardim. Bu men uchun 15% xato emas, 50% dan oshiqroq xatoga olib boradi. Har safar o'zimni qiynab, juda ham katta yuklama bilan o'qishga harakat qilardim va irodamning kuchi bilan ma'lum muddat bir oygacha yetib borib, shu bilan to'xtab qolardim. Miyamiz shunaqa ishlaydiki, energiya ko'p sarflayaptimi? Sizning irodangiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, intizomlimi-siz? Farqi yo'q, shunday kuchli bahonalar o'ylab topadi, siz bu ishni tark qilasiz. O'z-o'zidan kundalik taktik ishlaringizga ovora bo'lib ketib qolasiz va qanday qilib buni tashlab yuborganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Demak, xulosa, shunday biz vazifa o'zimizga yuklashimiz kerakki, u vazifaning qiyinlik darajasi yoki yuklama darajasi o'sha 15% dan 40% atrofida bo'lishi kerak. 50% dan oshdimi, demak bu juda ham katta muammolar olib keladi. Bir misol keltiraman. Masalan, siz ingliz tilini o'rganish uchun ingliz tilida video ko'ryapsiz va ingliz tilidagi o'sha gapirayotgan so'zlarning 90% ni tushunmaysiz. Ya'ni xatolaringiz miqdori 90% ga teng. Siz shu videoni qanaqa ko'rasiz? Bir marta ko'rasiz, ikkinchi marta ko'ra olmaysiz. Agar videodagi epizodlar qiziq bo'lsa, o'sha tiliga e'tibor qilmasdan ko'rishingiz mumkin. Lekin aynan til o'rganish maqsadida bu videoni qayta ko'ra olmaysiz. Lekin siz bir yengil videoni ko'rishni boshladingiz, uni bor yo'g'i 15% so'zini tushunmasdan 85% ni yaxshi tushunasiz. Buni qayta ko'rib, o'sha 15 ni ham tuzatib, ingliz tilingizni rivojlantirib olishingiz mumkin. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Masalan, Angliyada borib yashayotgan bir yigit, ularni birorta so'ziga tushunmasa ham, ular bilan baribir muloqot qilib yuraveradi, chidaydi-ku deyishingiz mumkin. Bu majburiyat bo'ladi. Ya'ni boshqacha chorasi yo'qligidan miya moslashadi va bunda til tezroq o'rganiladi. Lekin o'zingiz self study qilayotganingizda, o'zingizni majburlash kerak bo'lgan paytda bunaqa yuklamasi katta bo'lgan, tushunmaslik darajasi 90% bo'lgan video filmlarni ko'rib bo'lmaydi. Yana bir misol keltiraman. Men aynan sport bilan shug'ullanayotgan paytimda murabbiyim bilan boshladim va ancha yugurishim, texnikalarim rivojlanib qoldi. Va har kuni bir xil tempda, bir xil masofaga yugurardim. Lekin o'zimda hech sezmaganman. Bilasizmi nimaga? Chunki bu o'rganish jarayoni emas. Har bir xil yugurganimda miya uchun hech qanaqa yuklama bo'lmagan, hech qanaqa yangilik bo'lmagan, xatolik ham bo'lmagan. Shu sababli bu takrorlash jarayoniga o'xshab qolgan. Buni murabbiyimdan so'raganda aytgandilarki, haftada 2 marta o'zingni tepingda, 1 marta juda ham katta yuqori tezlikda, uskareniya deydi, o'sha tezlanish bilan yugurishni amalga oshir degandilar. Bu degani 3 kun yuguradigan bo'lsangiz, bittasi noodatiy bo'ladi. Ya'ni qiyinchilik darajasi yuqori bo'ladi. Taxminan 33% xato qilasiz va shu sababli ham o'sishni boshlaysiz. Aynan o'sha kundan boshlab yugurish tempim juda ham oshib ketgan. O'ylaymanki, o'rganish jarayonini va uni optimal muhitini yaxshi tushuna oldingiz. Lekin buni yaxshi tushuna olganingiz bilan hammasi hal bo'ldi degani emas. Bugun siz oldingizga qo'ygan maqsadlarni aynan mana shu 15% lik qiyinlik darajasi bilan
oldingizga qo'yganingiz bilan ularni bajara olmasligingiz mumkin. Dangasalik sababidanmi, intizomsizlik sababidanmi yoki taktik ishlarda xato qilish sababidanmi hali bilmaymiz. Lekin buni bajara olmaslik ehtimolingiz juda ham yuqori. Nega? Chunki siz miyamizni maqsadlarga javob beradigan bitta asosiy neyron zanjiri haqida hali tanishmadingiz. Hozir u vaqtda tanishtirib o'taman. Siz istalgan vazifani har qanaqa hiylalar miyamiz hiyla qilsa ham ularga bardosh bera oladigan formulani o'rganasiz. Mana bu ko'rib turganingiz bosh miyamiz va uni aynan qaysi qismida biz o'rganmoqchi bo'lgan asosiy neyron zanjiri joylashgan shuni ko'rib chiqamiz. Bunda mana bu joylarda 4 ta markaz bor va bular birgalikda maqsadlarimiz uchun javob beradigan bitta asosiy neyron zanjiri hisoblanadi. Keling ularni har biri bilan tanishib o'tsak. Birinchisi peshonamizning yuqori qismida joylashgan prefrontal korteksda joylashgan lateral frontal korteks deb ataladi. Bu nomni bilishingiz shart emas, lekin nimaga javob beradi shuni o'rganib olishingiz kerak. Bitta vazifa qilishingiz kerak. Shu vazifani bu tekshiradi. Ya'ni avvaldan reja qilinganmi, vaqti davomiyligi qancha, bu vazifa majburiyatimi yoki majburiyat emasmi va shunga o'xshagan narsalarni tekshiradi. Bundan tashqari bu qism vazifani yuklamasini ham tekshiradi. Ya'ni xatolik darajasi yuqorida aytgandek 15% dan oshib ketganmi, oshmaganmi yoki davomiylik uzoqlik sabab yuklamasi ko'pmi yo'qmi shuni tekshiradi. Ikkinchi qism esa orbitofrontal korteks deb ataladi va bu o'sha bajarmoqchi bo'lgan vazifangizni oldindan natijasini, hissiy natijasini taxmin qilib ko'radi. Agar yoqimli bo'lsa signal yuboradi, yoqimli bo'lmasa qilmaslik haqida signal yuboradi va shu sababli jarayon amalga oshmasligi mumkin. Endi uchinchisi bu amigdala deb ataladi. Bu qilmoqchi bo'lgan vazifangizni agar bajarmasangiz sizga qanaqa xavf bor shuni tekshirib beradi. Qo'rquv va xavfni tekshiradi. Agar vazifani bajarmasangiz uyalib qoladigan bo'lsangiz yoki moliyaviy qanaqadir pul yo'qotadigan bo'lsangiz, bu xavf signalni yuboradi va o'z-o'zidan sizni harakatga undashi mumkin bo'ladi. Xo'p, bular qayerga signal yuboradi degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. Mana bu 4-nuqta sizni harakatga undaydigan VTA nuqtasi bo'lib, insonni harakatga undaydi. O'zim tushuntirgan bo'lsangiz kerak, mana shu 4 tala markazdan vazifani tekshirib, agar harakatga undashga loyiq bo'lsa, VTA ga signal keladi va siz o'z-o'zidan harakatga tushib vazifani bajarishni boshlaysiz. Bor yo'g'i mana shu zanjir. Har qanday maqsadni mana shu zanjir bilan amalga oshiramiz. Endi buni yaxshiroq eslab qolishingiz uchun, yaxshiroq tushunishingiz uchun sxema ko'rinishida tasvirlab beraman. Sxemaga e'tibor qilsangiz, demak mana bular harakatga undashga signal yuboradigan 3 ta markaz, bu esa harakatga undaydigan dopaminni ajratib chiqaradigan VTA markazi hisoblanadi. Bu dopamin. Dopamin bilasiz, neyromediator hisoblanib, u bizni faqat harakatga undaydi, boshqa narsa qilmaydi. O'zi qaror qila olmaydi, natijani oldindan o'zi belgilay olmaydi. Agar signal kelsa dopamin chiqadi, biz harakatga o'tib, o'sha vazifani bajarishga o'tib ketamiz. Endi keling, mana bu signalning yuborilishi, signal kelsa dopamin chiqib biz harakatga o'tamiz dedik. Keling buni bitta sodda case misolida ko'rib chiqaylik. Biz oldimizga maqsad qo'ydik. Bu strategik maqsad deylik Ironman bo'lish. Endi buni amalga oshirish uchun bu miyamizdagi sxema. Bu sxema strategik maqsadni hech qachon tushunmaydi. Nega? Chunki strategik maqsad juda ham katta bo'ladi va juda ham uzoqda bo'ladi. Shu sababli tushunmaydi. Hech qanaqa vazifa amalga oshirayotgani yo'q. Endi biz bu jarayon amalga oshirish uchun nima qilamiz? Albatta strategik vazifani amalga oshirish uchun taktik vazifalar kerak bo'ladi. Mana taktik maqsadni belgiladik. Nimadan boshlaymiz? Suzishdanmi, velosiped yoki yugurish bittasini tanlaymiz. Aynan bu ishni men o'zim hayotimda qilib ko'rganman. Shuni sizga tushuntirib beraman. Avval suzishni tanladim, suzishga borish. Nima deb o'ylaysiz? Bu sizni harakatga undaydimi? Yo'q. Nimaga? Chunki suzishga borish deb taktik vazifa qo'ydingiz, lekin hali uni rejasi, vaqti noma'lum. Hissiy taxmin juda ham nolga teng, chunki hali rejasi yo'q. Qo'rquv ham yo'q. Endi nima qilamiz? Buni yechish uchun nima qilganman? Men aniq reja qilib vaqtini belgilaganman. Haftada 3 marta basseynga borishim kerak deb belgilashim bilan, basseyn bilan gaplashib qo'yishim bilan o'z-o'zidan bu kunisi ertalab soat 6 da basseynga borganman. Qarang, ko'rib turganingizdek, reja aniq bo'lgandan keyin uchala markaz ham ishlashni boshlaydi. Reja aniq, hissiyotlar oldindan borib ko'raychi nima bo'lar ekan degan signal beradi. Qo'rquv ham bor, sababi agar bormasangiz puldan kuyishingiz mumkin. Ular signal yuboradi, VTA sizga dopamin ajratib sizni harakatga undaydi. Shu o'z-o'zidan ertalab bemalol turib basseynga borishni boshlaysiz. Xuddi shu ish amalga oshdi. Men basseynga borishni boshladim. Bir necha kun borganimdan keyin o'z-o'zidan hissiyotlarim soni borgim kelmay qoldi. Nimaga bilasizmi? Chunki bir o'zim borgan vaqtimda sherigim yo'q, o'zim yolg'izman va suzishni bilmayman. O'rtacha jaydari suzish bilaman, lekin haqiqiy professional suzishni bilmaganim uchun suzar ekanman, ko'p xato qilardim.
bilasiz, yuqorida boshida aytib o'tdim, xatolarni foizi 15% dan oshib ketsa, yuklama oshib ketib qoladi va sizni to'sib qo'yadi. Xatolarim ko'payib ketganligi uchun to'xtab qoldi. Mana shu yerda muhim qoida bor. Bo'ldi deb taslim bo'lmasdan, mana shu tugunni yechib yuborish kerak. Qarang, nima qilsa siz mana bormasligingizga sabab bo'ladigan tugun yechilib ketadi. Sxemaga e'tibor qilsangiz, demak bizni oldindan hissiy natijalarni taxmin qiladigan qismi yaxshi ishlamayapti. Nega? Agar borsam yana ko'p xato qilaman, miyamiz ko'p energiya sarflayman deb o'ylaydi. Qo'rquv ham yo'q, chunki bir necha kun borgansiz, bo'ldi, mayli, shu pulga ham rozi bo'lgansiz, qo'rquv yo'q, maqsadlar yo'q. Endi nima qilish kerak? Bu joyda demak bizni qiynayotgan narsa xatolarning ko'pligini albatta murabbiy topish kerak. Xo'p, mana murabbiy topdim. O'z-o'zidan hammasi yaxshi bo'lib ketgan o'shanda. Qarang, murabbiy topdim. Murabbiy topganimdan keyin reja aniq, hissiyot yaxshi, ustoz yaxshi o'rgatsa kerak degan hissiyot bilan borganman va qo'rquv ham qisman bo'lgan. Agar bormasam, darsga bormasam murabbiy qo'yib beradi degan fikr bo'lgan. Va bordim. Natijalar juda ham yaxshilandi. Uzmasdan bir necha oy borganman. Lekin biroz vaqtdan keyin juda ham muhim ishim chiqib qoldi va darsga bora olmadim. O'shanda bormaganimda murabbiyim hech qanaqa qo'yib bermaganligi uchun menda o'z-o'zidan qo'rquv hissi, mana bu qo'rquv hissi o'chib qolgan. Yana bormasam bo'lar ekan degan fikr kelgan. Bilib qo'ying, bizning nafsimiz va miyamiz xuddi shu mexanizmda ishlayveradi. Bizni har qadamda o'sha pand berib qoldirishga harakat qilaveradi. Chunki qancha bunaqa ishlar qiladigan bo'lsak, miyamiz ko'p energiya sarflaydi va o'z-o'zidan qiynaladi. Shu sababli ham optimizatsiya qilishga harakat qiladi. Endi bu joyda nima qilishim kerak? Murabbiyim bor, o'zimda qo'rquv hosil qilishim kerak, ozgina hissiyotlarimni yana ham xohlaydigan qilishim kerak. Nima qilganman? O'sha paytda zo'r yechim bo'lgan. Ayrimmen strategik maqsadimga darhol o'zgartirish kiritgan. Shunda o'rnim turganmanda kompyuterni olib 5-oktyabr 2025-yilga Ironman Barselonaga ro'yxatdan o'tganman. O'z-o'zidan qo'rquv paydo bo'lgan, agar vaqting kam qoldi, bormasang ulgurmaysan degan qo'rquv paydo bo'ladi va o'z-o'zidan hissiyotlarim yaxshilashib yana davom etib ketadi. Ko'rib turganingizdek, men to'xtab qolmadim, shunchaki taktikani o'zgartirdim. Taktik vazifani, strategiyani qisman o'zgartirdim. Maqsadim o'zini saqlab qoldi va yana davom etishni boshladi. Vaqt o'tadi. Bilasizmi, men yanvar-fevralda bo'layotgan voqealar. Lekin bu oktyabrda Barselona, bu fevral qayerda, oktyabr qayerda. Orasidagi masofa juda uzoqligi uchun asta-sekin maqsadlar xiralashib, yana sekin-sekin o'sha hissiyotlar so'nishni boshlaydi, qo'rquvlar yo'qoladi. O'sha suzishni yaxshi o'rgandim-ku degan hissiyot bo'lganligi uchun borgingiz ham kelmay qoladi. O'sha paytda men bu maqsadimni yana ham yaqinlashtirishga, qo'rquvimni ko'paytirishga harakat qilganman. Qarang, nima qaror qilganman? Bunda 9-avgustda bo'lib o'tadigan Samarqand Challenge yarim Ironman masofasiga musobaqasiga ro'yxatdan o'tganman. Va bu yana jarayonni jadallashtirib o'z-o'zidan borishni boshlagan. Meni to'xtatmasligimga sabab bo'lgan. Ko'rganingizdek, agar siz to'xtab qoladigan bo'lsangiz, har qanaqa vazifada, men bitta misol keltiribman, har qanaqa keysda mana shunday tugunni yechib yuborish orqali jarayonni oldinga surib ketish mumkin bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi masala, masalan, Samarqand Challenge ham uzoqlik tuyulgan, ozgina to'xtashni boshlaganman, boshqa ishlarga chalg'iganimda 25-mayda bo'ladigan o'sha O'zbekiston triatlon chempionatiga ro'yxatdan o'tganman va yana jarayon o'z-o'zidan aktivlashib, musobaqada o'sha mashg'ulotlarni qoldirmaslikni boshlaganman. O'ylaymanki, sxema yaxshi tushundingiz. Bu keysga, keys o'rniga istalgan narsani qo'yishingiz mumkin. Ingliz tili bo'ladimi, boshqa fan bo'ladimi, hammasini moslashtirsangiz bo'ladi. Endi sxemani yaxshiroq eslab qolishingiz uchun sxemani har bir punktini tez-tez gapirib o'taman. Diqqat bilan eslab qolishga harakat qiling. Birinchisi lateral prefrontal korteks. Bu demak rejaga, vaqtga va majburiyatga va shunga o'xshagan yuklamani miqdoriga javob beradi. Bu agar mana shu qismida muammo bo'lsa, biz qanaqa yechamiz tugunni? Deylik, bir vazifangiz bor. Siz uni mana bunaqa rejaladingiz. Noto'g'ri yoki to'g'riligini men sizga tushuntirib beraman. Siz aytdingizki, ingliz tilidan listening qilaman har kun 1 soatdan dedingiz. Bu to'g'ri vazifa berishmi, noto'g'rimi? Qanaqa taktik reja shu vaqtda o'ylab ko'ramiz. 1 soat dedingiz, o'zingizni bir kunlik ishlaringiz ro'yxatiga 1 soat listeningni yozib qo'ydingiz. Keyin yana bitta yangi vazifa, yana bitta yangi vazifa qo'shdingiz va o'qishgami, ishgami bordingiz. O'zingizda hamma vazifalarni tugatib kelib qaytib kelsangiz, o'sha 3 ta vazifa hali ham qilinmagan bo'lib turaveradi. Nega? Chunki siz 1 soat dedingizda, uni qachon qilishingizni rejasini aniq aytmadingiz. Miyangiz uni qilishni kutmadi. Har safar qilgansiz kelib esingizga tushgan vaqtda hozir boshqa ish bor, hozir boshqa ish bor deb chalg'itaveradi va sizni o'sha kechki paytdagi vaqtingizga, bo'sh vaqtingizga olib qo'yaveradi. Uyga borganingizda shu ishni qilishingizga to'g'ri keladi. Endi mana shunday holat bo'lganda nima yechim qilish kerak deyilsa, buni vaqtga birlashtirib qo'yish kerak. Masalan, deylik, anaqa maktabda yoki ishxonamda abitlanganimdan keyin
1 soat listening qilish bilan shug'ullanaman deb biriktirib qo'ydingiz. Reja zo'r o'xshadi, rejalandi, qaysidir qismiga biriktirib qo'yildi, hammasi yaxshi. Endi ishga bordingiz. Bu kunisi ovqatlanib bo'lganingizdan keyin 1 soat listening qilaman desangiz, yarim soat listening qilishingiz bilan yoki qilmoqchi bo'lganingizda bor yo'q yarim soat vaqt borligini sezib qoldingiz. Qarasangiz yana reja o'xshamaydi ekan. Bunda nima qilasiz? Mana shunaqa holatda hamma taslim bo'lib ketaveradi. Bilib qo'ying, bitta qoida aytaman. Bizni miyamiz siz aytgan vazifani butunligicha qabul qiladi. Ya'ni 1 soat listening qilaman dedingizmi, u boshqacha variant tasavvur qilmaydi, o'ylab ham ko'rmaydi. 45 minut, yarim soat, 10 minut haqida o'ylab ko'rmaydi. Siz butun boshli katta vazifani buyruq berdingiz. Endi nima qilish kerak deyilsa, mana shunaqa holatda, demak yarim soat vaqtingiz borligini bildingizmi? Listeningni 10 minutlik, 20 minutlik, o'sha 30 minutlik qilib bo'lib chiqish kerak-da, o'sha vaqtingiz bor qismlarga joylashtirish kerak bo'ladi. Yana bir ajoyib keys aytaman. Deylik, yana bir yaqinda yigit mendan so'ragan edi. Ingliz tilini o'rganmoqchiman degan edi. Lekin hech vazifa qilishga ulgurmayapman. Ishxonada yoki maktabda yoki o'qishda qilaman desa, ulgurmayotganmish va uyga borib ovqatlangandan keyin uyqusi kelib charchab uxlab qoladi. Aytadiki, uyga borganimdan keyin uyqu oldimda turadi yoki listening qilish, yangi vazifa, maqsadga erishgan vazifa. Va boshida iroda bilan, intizom bilan, kuch bilan buni qildim. Lekin vaqt o'tib, iroda, intizom bilib qo'ying uzoqqa bormaydi. Mana men intizomliman, irodaliman degan odam uzoqqa bora olmaydi. Shu sababli uyquni tanlab ketaverdim deydi. Shunga nima yechim qilish kerak? Bo'ldi deb maqsaddan voz kechilmaydi. Yechim qilish kerak. Yechim nima bo'ladi? Men undan intervyu qilib azgina so'radim. Xo'p, uyga soat nechida borasan? 19:00 da. Yo'lga qancha vaqt yo'qotasan? So'raganimda aytayaptiki, yo'lga 50 minut vaqt yo'qotaman. Nega? Chunki aynan pik vaqtiga to'g'ri kelib qoladi. Men yo'lda 50 minut yuraman. Men aytdimki, bo'ldi. Demak, pik vaqtida yo'lga chiqma. Pik vaqtida ishxonangda yoki o'qishingda o'tiraver. Qachonki pik tugagandan keyin chiqasan. O'sha paytda yarim soat, 40 minut ingliz tilini qilib oladi va chiqqanda uyga 20 minut, 10 minut yetib oladi. Shu joyda yo'q joydan vaqt topildi va maqsad to'xtab qolmadi. Xullas, mana shunaqa uslubda yechim qilinadi. Masalan, keyingi qism hissiyotlarni oldindan belgilash. Bu haqda avvalim aytib o'tgan edim. Bundan oldingi podkastlarimizda aytganmiz. Bu miyadagi eng muhim tuzoq qismi hisoblanadi. Agar rejangiz bo'lmasa, majburiyatingiz bo'lmasa, vaqtni to'g'ri taqsimlamasangiz, kimdandir qo'rqmasangiz yoki hayo qilmasangiz, mana bu hissiy natijalar oldindan taxmin qiladigan qism bilan VTA va dopaminni ajratib chiqib, sizni qarmoqqa tushirib, o'sha qaramlik botqog'iga botirib boradi. Biz bu haqda avval gaplashgandik. Endi qo'rquv qismini sal ochib beraman, diqqat qiling. Vazifalarni, maqsadlarni amalga oshirish uchun qo'rquv ham qisman muhim. Har doim ham emas. Deylik, masalan, qachondir vazifangiz tugab qolsa, qo'rquv, xavf olib keladigan bitta manyovr qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, vazifalar to'xtab, dangasaligingiz boshlanib qoldi, siz o'rtog'ingizga aytingki, ertaga o'rtoq, men shu vazifani, men bu qismini bajarib senga ko'rsataman deng. Va va'dalashib qo'yingda, ertaga ko'rsatish uchun sizda xavf bo'ladi. Agar bajarmasam g'ururim tushib qoladi, uyalib qolaman degan xavf bo'lganligi uchun siz bu vazifani o'z-o'zidan bajarasiz. Bu ham o'xshamadimi? Kim bilandir challenge qiling. Masalan, shaxsan o'zimni Telegramda 2 kishidan iborat challenge guruhim bor. Ya'ni har kun bitta vazifani tashlayman, uni ham tashlaydi, kimdir tashlamasa uyalib, xijolat bo'ladi. Shu sababli bu ish to'xtamaydi, alhamdulillah, juda ham yaxshi boradi. Agar u ham ish bermasa, ommaga chiqib e'lon qiling va hokazo. Mana shu qo'rquv usullari ham foyda beradi. Vaqti keladiki, insonlar bu qo'rquvdan emas, Robbisidan, Allohdan qo'rqib hayo qilganligi uchun o'z-o'zidan bajaradigan bo'lib qoladi. Bu juda ham zo'r metod. O'ylaymanki, yaxshi tushundingiz. Biz hech qachon vazifadan va maqsaddan voz kechmaymiz. Agar kunimizga joylashtira olmasak, unga yechim topishga harakat qilamiz. Xullas, siz har kuningizni trek qilasiz, nazorat qilasiz va kundaligingizga qo'shadigan vazifani avval shunchaki qo'shib yubormasdan, kunni qaysi qismiga qo'shishim kerak degan savolni o'zingizga berib, o'sha joyga joylashtirasiz va o'sha vaqtda bajarishga harakat qilasiz. Bajara olmadingizmi? Tashvishlanmang, keling va tahlil qiling. Nega bajara olmadim? Qaysi qismiga qo'yganim to'g'ri bo'lardi? Mana shunaqa qilib yechim topsa bo'ladi. O'ylaymanki, yaxshi tushundingiz. Unutmang, musulmon odam ertaga nima bo'lishini bilmasligi mumkin. Ya'ni taqdir Allohdan. Lekin musulmon odam ertaga nima qilishini aynan yaxshi bilishi kerak. Va ertaga nima qilishingizni qadam-qadam, vaqtma-vaqt aniq bilar ekansiz va bu muammolarning hammasini oldini olish imkoniyati bo'ladi. O'ylaymanki, hozir siz har qanaqa maqsadni oldimga qo'yib bajara olaman degan hissiyot bilan o'tiribsiz. Endi maqsadlar qanday qo'yilishi haqida ikki og'iz gapirib o'taman. Xo'p, maqsad qo'ymoqchi bo'lsangiz, bitta maqsadni qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin yo'nalishlar orqali maqsad tanlash juda ham foydali. Chunki bittasini mahkam tutsangiz, ikkinchisi qolib ketmasligi uchun. Keling, yo'nalishlarni sizga ko'rsatib o'taman. Masalan, birinchi yo'nalish sog'liq, sog'lom turmush tarzi va sport. E'tibor qiladigan bo'lsangiz,
O'sha hattoki o'sha smart deb maqtalgan usullarda, smartlarda ham boshqalarda ham uni shunchaki sog'liq va sport deb ketishadi. Unaqa emas. E'tibor qilsangiz, bunda har bir kategoriyada muhim nyuanslar bor. Qarang, qanaqa maqsad qo'yasiz? Masalan, ikkinchisini ham qisman tushuntirib o'tay. Kasbiy rivojlanish, shaxsiy rivojlanish va ruhiy tarbiya. Masalan, uchinchisida yaxshiroq tushunar ekansiz. Oila, qarindoshlar, yaqinlar va jamiyat. Qarang, siz maqsad qo'ymoqchisiz, hammasidan maqsad qo'yishingiz shart emas. Oilada munosabatingiz yomonmi? Oila uchun bir dona maqsad qo'ying. Endi oilangizda munosabat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlar bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlar uchun qo'ying. Qachonki bu yaxshi bo'lsa, ikkinchisiga, bu yaxshi bo'lsa, keyingisiga o'tiladi. Tushundingizmi nima demoqchiligimni? Agar qarindoshlar bilan yaxshi bo'lsa, yaqinlarga, mahallangizdagi do'stlaringiz uchun maqsad qo'ying. Agar u ham yaxshi bo'lsa, haqiqiy missiya boshlanadi. Jamiyat uchun maqsad qo'yishni boshlaysiz. Yaqinlaringiz tugatganingizda jamiyat uchun oldingizga katta maqsad qo'yishni boshlaysiz. Bu juda ham muhim qoida. Masalan, birinchisiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, sog'lig'ida muammosi bor odam hech qachon sportdan maqsad qo'ymasin. Aniq u bajara olmaydi. Nega? Chunki uni maqsadi 2026-yilda sog'lig'idagi muammolarni hal qilish bo'lishi kerak. Agar sog'lig'ida muammosi bo'lmasa, agar ortiqcha vazni bo'lsa, sog'lom turmush tarziga rioya qilishni maqsad qilish kerak. Agar u ham joyida bo'lsa, keyin sport bo'yicha maqsad qo'yiladi. O'ylaymanki, maqsad qilish yo'nalishini yaxshi tushundingiz. Bularni hammasi mana shunaqa oshib borish tartibida, bittasini bajargan bo'lsangiz, ikkinchisiga o'tish tartibida joylashtirilgan. Masalan, 6-siga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, hordiq, ijtimoiy loyihalar, sevimli mashg'ulot deyilgan. Masalan, men ikkinchi qadamdaman. Men hordiq ola olmayman. Masalan, tog'ga chiqsam ham, dachaga chiqsam ham men dam ola olmayman nimaga? Meni hordig'im ijtimoiy loyihalar bilan, insoniyatga, jamiyatga qisman yordam berish bilan maza qilaman. Vaqti kelar, sevimli mashg'ulotim, hobbi bilan ham shug'ullanarman. Balki vaqt ko'rsatar. O'ylaymanki, yaxshi tushundingiz. Endi buni hammasini tanlashingiz shart emas. 6 ta yo'nalishda 6 tasini tanlashingiz shart emas. Ichidan 4 ta, 2 ta, 3 ta, 5 ta tanlab oling. Masalan, anaqa bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda ichidan bitta tanlab, shu bo'yicha bir donadan, 2 donadan maqsad qo'yishingiz kerak bo'ladi. Faqat e'tiborli bo'ling. Maqsad qo'yayotgan vaqtingizda o'rganishga taalluqli bo'lgan tasblar, maqsadlar ko'payib ketib qolmasin. Agar ular ko'payadigan bo'lsa, sizga juda ham katta yuklama bo'ladi va yana o'sha maqsadlaringizni 50% ga erishadigan odamlar qatoriga qo'shilib qolasiz. Umumiy xulosa shuki, hozir 2025-yilning oxiri. Ko'p marotaba oldingizga maqsad qo'yib erisha olmagan bo'lsangiz, bu xatoingizni to'g'rilashni ayni imkoniyatda turibsiz. Hozir siz darsdan olgan xulosalaringiz asosida 2026-yil uchun maqsadlar qo'yishni boshlang. Avval 2026-yil uchun strategik maqsadlarni, so'ngra ularni amalga oshirishga kerak bo'ladigan taktik maqsadlarni ba'zilarini yozib chiqing. Maqsadlarni yozar ekansiz, unga erishishga harakat qilar ekansiz, bir muhim qoidani yodingizdan chiqarmang. Biror bir maqsadingizga erisha olmay qolsangiz, yo'lda to'xtab qolsangiz, bunaqa holat bo'lishi tabiiy. Siz to'xtamang, taslim bo'lmang. Muammo nimadaligini yuqorida ko'rsatgan sxema asosida topishga harakat qiling. Yechimlarni topganingizdan so'ng, siz maqsadni emas, strategiyani emas, shunchaki rejani o'zgartiring, boradigan yo'lni o'zgartiring. Unutmang, maqsad hech qachon o'zgartirilmaydi. Shunchaki unga olib boradigan yo'l o'zgaradi xolos. Yana bitta xulosa qilaman. Demak, siz strategik maqsad qo'ydingiz, unga olib boradigan taktik maqsadlarni belgiladingiz. Shu joyda eng muhim qiladigan ishingiz ularni kunlik, haftalik, oylik nazorat qilib kuzatib borishingiz kerak. Bu tracking deb ataladi. Trackingning eng yaxshi usuli bu GTD metodi orqali qilishdir. Aynan mana shu bo'yicha biz avvalgi videolarimizda katta darslik qilganmiz. Ko'rmagan bo'lsangiz, hozirroq o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, qanday qilib GTD metodida yillik strategik rejani tuzish mumkin? Aynan shunga bag'ishlangan biz alohida qo'llanma tayyorlaganmiz. Qo'llanmani olish uchun izohlarda 2026 raqamini yozib qoldiring. Biz sizga havola yuboramiz. Shu o'rinda bir muhim eslatmani aytib o'tmoqchiman. Bizning YouTube kanalimizdagi 84% kuzatuvchilarimiz bizga obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun tashakkur. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.